PUBG Mobile'dagi keyingi Turu 5 yangilanishdagi muhim qobiliyatlarni kelinglar bugun ko'rib chiqamiz. Yangi rejimdagi birinchi qobiliyatimiz Teleport qobiliyati. Bu qobiliyat adashmasam Narutoning otasini 4-Hokageni qobiliyati adashmasam. Ikkinchi qobiliyatimizga devor hosil qilishimiz mumkin. Bu qaysi personaj qobiliyatliligini bilmadim, lekin himoya sifatida foydalansa bo'ladi. Uchinchi qobiliyatimiz esa Uchiha klanining qobiliyati, ya'ni buyuk olov shar texnikasi ekan nomi. To'rtinchi qobiliyatimiz animedagi Uchiha Sasukening qobiliyati. Qobiliyatning nomi Chidori. Beshinchi qobiliyatimiz Uzumaki Narutoning qobiliyati Rasengan. 6-qobiliyatimiz esa Klon Jutsu. Bu qobiliyatimiz bilan o'zimizni personajimizni ikkita qilib turib, dushmanni chalg'ida yursak bo'lar ekan. Menga yoqqan qobiliyatlardan biri bo'ldi shu. 7-qobiliyatimiz esa yangi yugurish qobiliyati ekan. Buni foydasi sud ustiga ham yugursanglar bo'lar ekan. Menimcha ancha qiziqarliroq bo'ladi. 8-va eng oxirgi va eng yaxshi qobiliyatlardan biri Reanimation Jutsu'mi shunaqa qobiliyat ekan. Bu qobiliyatimizning animatsiyasi menga juda yoqdi. Keyin bu qobiliyatimiz bilan sherigimiz o'lgan sherigimizni ko'tarishimiz, tiriltirishimiz mumkin ekan. Animatsiyasi juda yoqdi. Ko'ringlar qani, mana bu sherigimiz tirilayotgan holatining animatsiyasi. Mana qobiliyatlarni ham ko'rib oldik. Yanada sifatliroq va yaxshiroq kontentlar chiqishi uchun shu videoga like va menga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Menga bu yangilanish juda ham yoqdi. Sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Kommentariyaga yozib qo'yamiz.